Xabaringiz bor, respublikamizning barcha hududlarida iqtidor maktab ansambli respublika tanlovi o'tkazilmoqda. Bugun ushbu tanlovning Toshkent shahar bosqichi bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamizda tanlov tafsilotlari bilan batafsil tanishishingiz mumkin. Men ikkinchi bosqich talabasiman, lekin qo'limda turgan dutorni ochig'ini aytsam, umuman ham chala olmayman. Lekin bugun tanlovga yig'ilgan maktab o'quvchilarining barchasi kamida bitta o'zbek milliy cholg'u asbobini chalishni bilishadi va bugun ular iqtidor maktab ansamblining Toshkent shahar bosqichida bellashishmoqda. Ushbu tanlov respublikamiz bo'ylab 3 yildan buyon o'tkazilayotgan bo'lib, bu yil har doimgidan ham ko'proq ishtirokchi qamrab olindi. Tuman bosqichimizda Toshkent shaharida jami 12 ta tumanimizda 326 ta maktab bor. 326 ta maktabimizdan jami 3260 nafar jamoa qatnashgan. Bu degani 13040 nafar ishtirokchi qatnashgan tuman bosqichida. Shahar bosqichimizda 12 ta tumandan 12 ta jamoamiz yetib kelgan. 12 ta jamoamizdan jami 100 nafar o'quvchimiz qatnashmoqda bugungi kunda. Qur'a tashlash bilan boshlangan tanlov Toshkent shahrining 11 ta tumanidan kelgan maktab jamoalarining chiqishlari bilan davom etdi. Jamoalarning har biri uchun 6 daqiqadan vaqt ajratilgan bo'lib, shu vaqt davomida qaysidir jamoa doira orqali popurri ijro etgan bo'lsa, yana kimdir bahor taftini, bahor valsini ijro qilish bilan ulashdi. Jamoalar orasida o'z chiqishiga uxlamasdan tayyorgarlik ko'rganlar ham bor. Qayta chaldik, o'xshamagan joylarni qayta tayyorlanishimizga to'g'ri keldi. O'qituvchimiz bilan birgalikda o'sha sinfxonalarda yoki bo'lmasa hattoki yo'laklarda ham tayyorlanishga to'g'ri keldi. Kechgacha qolib ketganimizdan hattoki maktabda yotib qolishga ham to'g'ri keladigan paytlar bo'ldi. Iqtidor maktab ansambli ko'rik tanlovida ishtirokchilar nizomga muvofiq raqamlik tizim asosida baholandi. Bunda hozir biz asosan bolalarni chalayotgan asarlariga, chalayotgan asboblariga, keyin kiyinishlariga e'tibor beryapmiz. Chiqishlar yakuniga yetgach, eng kuchli deb topilgan tumanlar taqdirlandi. Unga ko'ra 3-chi va 2-o'rinni Sergeli va Olmazor tumanlari egallagan bo'lsa, final yo'llanmasi Uchtepa tumaniga nasib etdi. Hayajondan til aylanmayapti, hayajondan. Kutmaganda demaymiz, chunki qattiq harakat qilganmiz lekin. Jasmina Murtazoyeva, Valixon G'ayratov, Muhammadali Mamajonov, Ovoz informatsion dasturi uchun.